Mobilografingizni alishtirib oling, agar sizga shu 3 ta narsani qilib bermayotgan bo'lsa. Birinchisi, agar sizni ko'rinishingizga ahamiyat bermayotgan bo'lsa, mobilograf har doim klientni ko'rinishi buzilib qoladimi, qatidir yoqasi qiyshayib qoladimi, sochi buzilib qoladimi, uni aytish kerak, ahamiyat berish kerak. Keyinchalik bu narsa yana boshqatdan videoni olishga, vaqt ketkazishga, xarajat ketkazishga sabab bo'lmasligi uchun. Ikkinchisi, bu rakurslarni to'g'ri tanlab bermasligi. Mobilograf rakurslarni qanchalik chiroyli va har xil ketma-ketlikda tanlab bersa, video shunchalik qiziq chiqadi va videoni oxirigacha ko'rish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Uchinchisi, mobilograf sizga videolaringizni vaqtida tayyorlab bermasligi. Bu sizni planlaringiz o'zgarib ketishiga va ko'p kelishmovchiliklarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Videoni mana shunaqa mobilograf tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. O'zimga ham kelib qolsa, shunaqa video o'zimga qaytib kelib qolsa, jo'natib qo'yishsa.